Hacda da ağzı bana, bu yan düşüyor bana. Ha bu yan düşüyor, ben Muhammed Han çıkarar. Gelin de bak, yes yazdım da çıkıyor, hoşmanayım. Bizlarni hoji onalarimiz mana Haramay Sharifga kirib keldilar. Alloh subhanahu va taolo muboraklik qilsin. Hoji onalarim, hammangiz onasiz, farzand dunyoga keltirgansiz. To'g'rimizda sariq bino Nabiy sallallohu alayhi va sallam Muhammad alayhisalom dunyoga kelgan uylari. Amin onamiz ana shu sariq binoda Payg'ambar Rasulullohni dunyoga keltirganlar. 6 oyligigacha homlasini bilmaganlar. Tushundingizmi? Rasulullohning dunyoga kelishlari mo'jiza bo'lgan. Rasulullohning dunyoga kelganda dunyo yorishib ketgan. Ana shunday ulug' zotni tug'ilgan uylariga qarab turibsizlar. 3 tadan salovat etamiz. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Muborak, qoching. Yuring. To'xtalamiz boshidanglar. Muborak yuzimizni Ka'ba sari yuzlanib duo qilamiz. Allohu akbar va lillahil hamd. Duo qilinglar. Duo qilamiz. Ka'ba-i muazzamaga termilib duo qiling. Duo qiling, onajoningizni duolarini oling. Bizlarning jamoamiz mana Ka'ba sari yuzlanib duo qilishyapti. On 8-aprel kelgan hojona hojdodlarimiz Haramay Sharifga kirib keldilar. Ka'ba-i muazzamaga termilib duo qilishyapti. Alloh subhanahu va taoloning qabul qilsin. Mana 18-aprel Namangan Jiddiy yo'nalish bo'yicha kelgan hoji onalarimiz tavoflarda ado qilishi, bir-birlariga muborakbod qilishyapti. Hoji dadalar bir-birlaringizni tabriklang. Muborak bo'lsin tavoflar. Muborak bo'lsin. Hoji onalarim qiyomatda ham bir-biringizni shuna shafaat qiling. Muborak bo'lsin hoji onalar. Alhamdulillah mana bizlarning guruhlarimiz, erkak ayollar barchalari Safodan Marvaga qarab اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجات العالية الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تفلح الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Allohga shukr, mana bizlarning jamoamiz 4-sayga ketishyapti Marvadan Safoga. Alloh subhanahu va taolo sayyi mashg'ullardan qilsin.